Mana ko'zlaringiz chiroyli sizni ham. Voy xudo. Quralaydek. Quralay o'zi nima? Qilishlar. Da, qilishlar bor. Shunaqa deb o'ylayman, raqs shunaqa qilib ijro etdim to'g'risi. Quralay, ko'zi quralay. Da. Ziyoda opa quralay nima? Anaqa nashlasi. G'aybulla Tursunov qo'shiqlari deb bilaman hozirgi kunda. Yo, o'zi quralay deganda. Quralay aynan quralay erkalash bo'lsa kerak. Yo, bitta hayvonni bolasi. Qattan bilaman. Bobur qattan topmasam unaqa gaplarni. Quralay nima? Ko'z mana shundoq anaqa ko'zi tuzilishi. Yordam beraman. Quralay qanaqadir parrandami? Yo'q, parranda emas, hayvonni bolasi. Nima u quralay? Quralaymi? Nima u? Quralay ko'z quralay. Hop, nima u hayvonmi, odammi? Kimligindanmi? Odam, hayvon kirmaydi quralay. Hop, nimaga kiradi? Quralay degan Nima Shukur aka toping. quralay degan qush bo'lishi mumkin. Yo'q. Ko'zga beriladigan nisbat yoki Mana ko'zi chiroyli hayvon qaysi? oxumi? Jayronmi? Oxu, kiyik. Endi quralay bir hayvonni bolasi. Quralay yo'q, xabarim yo'q ekan to'g'risi. Qo'shimcha yordam berdim Bahrom aka. Quralay. Qizmi bu? Kiyikmi? Kiyikni bolasimi? Quralay. Quralay bu nima bor-ku, kiyik. Hayvon. O'shani farzandini ko'zi shunaqa chiroyli bo'ladi. O'sha quralay ko'z deb o'sha kiyikni farzandini ko'zini atashar ekan. Ya'ni o'sha go'zal qizlarning ko'zi ham o'sha kiyikni bolasini ko'ziga o'xshasa, o'sha quralay ko'z deyshar ekan. Hozir o'zingchi meni yopishtirmoqchi Ishoning, yo ishoning, mana shu savolga birinchi bo'lib siz to'g'ri javob berdingiz. Bir 15 ta odam bilan gaplashuvdim. Yopishtirmoqchi eding hozir meni. Hozir Yo'q, yopishtiraman shuni parapanda deganding. Yopishtirish emas. Kiyikmi? Kiyikni bolasi. Ikki bolasi ekan. Kiyik bolasini quralay degan. U tuynugidan quralay nima anaqasi bor unga? Qarang. Ikkalovlar quralay bo'lib turinglar. Qani bu yerdan suralay deydi. Quralay, ko'zi quralay, hali rosa beraman dod